Diqqat xalq, tayyor turing. Ertaga 18-iyundan juda dahshatli bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like bosishni unutmang. O'zgidromet ertaga 18-iyun kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi deyilgan xabarda.